Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun siz bilan shunday bir mavzu haqida gaplashamizki, u nafaqat minglab, balki millionlab insonlarning hayotiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. So'nggi paytlarda ko'pchilikni bir savol tashvishga solmoqda. Nafaqaxo'rlarga endi nimalar taqiqlanadi? Bu savol oddiy emas. Uning o'rtada yuzaga kelishi mumkin bo'lgan jiddiy o'zgarishlar. Ba'zi holatlarda esa moliyaviy muammolar yotibdi. Bugungi video aynan shu mavzuga bag'ishlangan bo'lib, sizga aniq va batafsil tushuntirishlar berishga harakat qilaman. Siz bu ma'lumotlarni bilishingiz shart. Chunki ular sizning shaxsiy moliyaviy ahvolingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, chunki har bir qismda muhim ma'lumotlar beriladi. Oldindan aytaman, bu juda muhim. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga kelgusida ham shunday foydali kontent tayyorlashimiz uchun katta motivatsiya beradi. Astrosk muammoning mohiyati. Ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avval vaziyatni tushunib olaylik. An'anaviy tarzda bizning mamlakatimizda nafaqaxo'rlar o'z pensiyalarini olish bilan birga agar xohlasalar ishlay olish imkoniyatiga ega edilar. Ya'ni nafaqa yoshiga yetganidan so'ng ham ko'plab insonlar o'z ish faoliyatlarini davom ettirishar. Shu bilan birga davlatdan o'z qonuniy pensiyalarini ham olishar edi. Bu tizim ko'p yillar davomida amalda bo'lib keldi va ko'plab oilalar uchun qo'shimcha daromad manbai bo'lib xizmat qildi. Pensiyalar har yili inflyatsiya va mamlakatning iqtisodiy o'sish sur'atlarini hisobga olgan holda indeksatsiya qilinib borilardi. Bu jarayon pensiya miqdorini oshirib, nafaqaxo'rlarning xarid qobiliyatini saqlashga yordam berar edi. Eng muhimi, bu indeksatsiya ishlayotgan nafaqaxo'rlarga ham, ishlamayotgan nafaqaxo'rlarga ham birdek taalluqli edi. Ya'ni agar siz pensiyada bo'lib biror joyda ishlayotgan bo'lsangiz ham pensiyangiz umumiy tartibda oshirilar edi. Bu odil va tushunarli tizim edi. Biroq so'nggi paytlarda pensiya tizimida jiddiy o'zgarishlar haqida gap so'zlar tarqala boshladi. Bu o'zgarishlarning asosiy mohiyati shundaki, endilikda ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun pensiyalarni indeksatsiya qilish tartibi o'zgarishi mumkin. Nafaqaxo'rlarga nimalar taqiqlanadi degan savol aynan shu yerda paydo bo'ladi. Aslida bu to'liq taqiq emas, balki cheklash yoki tartibni o'zgartirish deb atalsa to'g'riroq bo'ladi. Gap shundaki, ba'zi tahlilchilar va mutaxassislar fikriga ko'ra, davlat byudjetiga tushadigan yukni kamaytirish va aholining yosh qatlami uchun yangi ish o'rinlari yaratish maqsadida ishlayotgan nafaqaxo'rlarning pensiyalari indeksatsiya qilinmasligi yoki boshqacha tartibda indeksatsiya qilinishi mumkin. Bu albatta ishini davom ettirayotgan nafaqaxo'rlar uchun jiddiy moliyaviy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Keling, bu masalani yanada chuqurroq ko'rib chiqaylik. Asosiy qism nimalarni bilish kerak, kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanishi shart emas. Eng muhim o'zgarish, yuqorida aytib o'tganimdek, ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun pensiyalarni indeksatsiya qilish tartibiga taalluqlidir. Avvallari pensiya miqdori mamlakatdagi o'rtacha ish haqi o'sishi, inflyatsiya darajasi va boshqa iqtisodiy ko'rsatkichlarga qarab har yil oshirilib borilar edi. Bu jarayon barcha nafaqaxo'rlarga ular ishlaydimi yoki yo'qmi bir xilda tatbiq etilardi. Endilikda esa yangi qoidalarga ko'ra ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun pensiyaning bu turdagi indeksatsiyasi to'xtatib qo'yilishi mumkin. Bu degani, agar siz pensiya yoshida bo'lib, rasman biror joyda ishlayotgan bo'lsangiz, sizning pensiyangiz miqdori inflyatsiyaga qaramay oshirilmasligi ehtimoli bor. Siz faqat ish haqingiz oshishiga umid qila olasiz. Kimlar xavotirlanishi kerak? Bu qoida eng avvalo o'z pensiyasiga qo'shimcha ravishda maosh olib turuvchi, ya'ni ishlayotgan nafaqaxo'rlarga ta'sir qiladi. Agar sizning asosiy daromadingiz pensiya bo'lsa-yu, ishdan oladigan maoshingiz unchalik katta bo'lmasa, bu o'zgarish sizning xarid qobiliyatingizga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Chunki inflyatsiya har yili pulning qadrini tushiradi, indeksatsiya esa bu tushishni qoplaydi. Agar indeksatsiya bo'lmasa, pulingizning qiymati vaqt o'tishi bilan kamayib boradi. Keling, bunga aniq misollar keltiraylik. Biri, asosiy misol, nafaqadagi o'qituvchi holati. Aytaylik, 6 yoshli Gulnora opa 20 yillik tajribaga ega o'qituvchi. U pensiya yoshiga yetgan bo'lishiga qaramay, bilim va tajribasini yosh avlodga berish maqsadida maktabda ishini davom ettirmoqda. Uning pensiyasi deylik 2000 ming so'm, maktabdagi maoshi esa 1500 ming so'm. Jami oylik daromadi 35 ming so'm. Avvalgi tizimda agar pensiya ertalari
indeksatsiya qilingan bo'lsa, masalan, Yumbazandiga Gulnora opaning pensiyasi 2 ming so'mga oshib, 2 ming so'mga aylangan bo'lardi. Umumiy daromadi esa 3.700 ming so'm bo'lardi. Yangi qoida bo'yicha esa u ishlayotgani uchun uning pensiyasi 2 ming so'm bo'lib qolaveradi, garchi inflyatsiya oshgan bo'lsa ham. Uning real xarid qobiliyati 200 ming so'mga yoki inflyatsiya darajasiga qarab ko'proqqa kamayadi. Uning to'liq pensiya oluvchi va ishlamayotgan kursdoshining pensiyasi indeksatsiya qilingani uchun 2200 ming so'mga yetgan bo'ladi. Misol, part-time ishlayotgan muhandis, 7 yoshli Akmal aka, ilgari yirik zavodda bosh muhandis bo'lgan. Pensiyaga chiqqach, o'z bilim va tajribasini yosh mutaxassislarga o'rgatish maqsadida haftada 2 kun maslahatchi sifatida ishga kirdi. Uning pensiyasi 2500 million so'm. Qo'shimcha ishdan oladigan maoshi esa 1000 million so'm. Jami 2000 million so'm. Agar pensiya indeksatsiyasi erta takis so'm bo'lsa, Akmal akaning pensiyasi ertalardan 2700 million so'mga ko'tarilgan bo'lardi. Lekin yangi qoida bo'yicha uning pensiyasi o'zgarmaydi. U o'zining asosiy daromadi bo'lgan pensiya qismining qadrini inflyatsiya tufayli yo'qotadi. Uning real daromadi kamayadi. Misol, mavsumiy ish bilan shug'ullanuvchi dehqon. Farg'onadagi 15 yoshli Abdug'ani bobo pensiyada, biroq bahor va yoz oylarida o'z bog'ida va qo'shnilarining yerida qishloq xo'jaligi ishlarida yordamlashib, qo'shimcha daromad topadi. Uning pensiyasi 1800 ming so'm. Mavsumiy ishlardan u oyiga o'rtacha 500 ming so'm daromad topadi. U ham ishlayotgan nafaqaxo'r toifasiga kirishi mumkin va uning pensiyasi ham indeksatsiya qilinmasligi mumkin. Bu esa uning uchun og'irroq bo'ladi. Chunki mavsumiy ishdan oladigan daromadi muntazam va yuqori emas. Kimlar xavotirlanishi shart emas. To'liq ishlamayotgan nafaqaxo'rlar, agar siz pensiyada bo'lib, rasman hech qanday ishda ishlamayotgan bo'lsangiz, pensiyangiz avvalgi tartibda indeksatsiya qilinishda davom etadi. Bu qoida ularga ta'sir qilmaydi. Ishdan oladigan daromadi pensiyasidan juda yuqori bo'lgan nafaqaxo'rlar. Ba'zi nafaqaxo'rlar yuqori maoshli lavozimlarda ishlashda davom etadilar. Masalan, professorlar, yuqori malakali mutaxassislar. Agar ularning maoshlari pensiya indeksatsiyasidan keladigan qo'shimcha daromaddan ancha yuqori bo'lsa, bu o'zgarish ularga nisbatan kamroq ta'sir qiladi. Chunki ular uchun pensiya qo'shimcha daromad manbai bo'lib qoladi. Garchi ularning ham pensiyasining real qiymati tushsa-da, umumiy daromadlari ta'siri kamroq seziladi. Bu o'zgarishlarning sabablari turli xil bo'lishi mumkin. Birinchidan, davlat byudjetiga tushadigan yukni kamaytirish. Ikkinchidan, ishlamayotgan nafaqaxo'rlarga ko'proq e'tibor qaratish va ularning xarid qobiliyatini saqlash. Uchinchidan, yosh avlod uchun ish o'rinlari yaratish. Ya'ni keksa avlod ishdan ketsa, yoshlar uchun joy bo'shaydi degan qarash. Lekin bu hali bitta masala. Keling, yanada chuqurroq tahlil qilamiz. Asosiy qism. Qoidalardan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday qoida kabi bu yangi tartibda ham istisnolar bo'lishi mumkin. Ba'zi toifadagi ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun indeksatsiya saqlanib qolishi mumkin. Bu qanday holatlarda yuz beradi? Istisnolar: strategik muhim sohalarda ishlayotgan nafaqaxo'rlar, masalan, sog'liqni saqlash, ta'lim, fan, mudofaa va xavfsizlik kabi sohalardagi yuqori malakali mutaxassislar. Agar mamlakat uchun ularning tajribasi va bilimi juda zarur bo'lsa, davlat ularni rag'batlantirish maqsadida indeksatsiyani saqlab qolishi mumkin. Aytaylik, yuqumli kasalliklar shifoxonasida ishlayotgan 7000 yoshli malakali infeksionist shifokor. Uning ishini davom ettirishi jamiyat uchun juda muhim. Shuning uchun uning pensiyasi indeksatsiyadan mahrum etilmasligi mumkin. Kam daromadli ishlayotgan nafaqaxo'rlar. Agar nafaqaxo'rning umumiy daromadi, pensiya, luks ish haqi mamlakatdagi belgilangan minimal iste'mol savatchasidan yoki tirikchilik darajasidan past bo'lsa, ular uchun ham istisno qilinishi mumkin. Masalan, kimdir minimal ish haqining yarmi miqdorida ishlayotgan bo'lsa, uning pensiyasini indeksatsiyadan mahrum qilish ijtimoiy adolatsizlikka olib kelishi mumkin. Maxsus mukofotlarga ega bo'lgan nafaqaxo'rlar ba'zi hollarda faxriy unvonlar yoki maxsus davlat mukofotlari bor shaxslar uchun ham alohida yondashuv bo'lishi mumkin. Davlatning o'z fuqarolariga bo'lgan hurmatini ifodalashning bir usuli. Tuzoqlar, e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar, bandlik holatini noto'g'ri deklaratsiya qilish eng katta tuzoqlardan biri bu. Agar siz rasman ishlayotgan bo'lsangiz, buni pensiya jamg'armasidan yashirsangiz
keyinchalik jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Bu masalan, ortiqcha to'langan indeksatsiyalangan pensiya miqdorlarini qaytarib berish majburiyatiga, hatto jarimalarga olib kelishi mumkin. Hamma ma'lumotlar davlat idoralari o'rtasida raqamli tarzda almashinishi hisobga olinsa, buni yashirish deyarli imkonsiz. Part-time va full-time ishni noto'g'ri tushunish, yangi qoidalar part-time yarim stavka ishlayotgan nafaqaxo'rlarga ham taalluqli bo'lishi mumkin. Agar qoida rasmiy bandlik deb belgilansa, ish hajmi ahamiyatsiz bo'lishi mumkin. Shuning uchun hattoki haftada bir necha soat ishlasangiz ham, siz ishlayotgan nafaqaxo'r toifasiga kirishingiz ehtimoli bor. Ashtirish ijtimoiy imtiyozlarga ta'sir, pensiya miqdori va ish haqi yig'indisi ba'zi ijtimoiy imtiyozlarni olish huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, agar sizning umumiy daromadingiz ma'lum bir chegaradan oshsa, boshqa davlat dasturlaridan yordam olish huquqingiz yo'qolishi mumkin. Noaniq nuanslar, o'zini o'zi band qilish yoki gigish rasmiy ish deganda aynan nima tushuniladi? Agar nafaqaxo'r o'zini o'zi band qilgan bo'lsa, masalan, hunarmand, repetitor, bog'bon va buning uchun soliq to'lasa, u ham ishlayotgan nafaqaxo'r hisoblanadimi? Yoki uyda ishlaydigan va daromad olayotgan shaxslar haqida-chi? Bu masalalar qonun hujjatlarida aniq belgilab qo'yilishi kerak. Aks holda ko'plab tushunmovchiliklar kelib chiqadi. Asosiy mehnat shartnomasi turining ahamiyati fuqarolik huquqiy shartnoma bo'yicha ishlaydiganlar, masalan, vaqtinchalik loyiha bo'yicha bilan mehnat shartnomasi bo'yicha doimiy ishlaydiganlar o'rtasida farq bormi? Pensiya jamg'armasi ushbu ikki holatga qanday yondashadi? Bu savollar ham batafsil javobni talab qiladi. Astos kelajakdagi o'zgarishlar, pensiya tizimi doimiy ravishda takomillashib boradi. Bugungi qoidalar ertaga o'zgarishi mumkin. Shuning uchun doimiy ravishda yangiliklardan xabardor bo'lish juda muhim. Ko'rinib turibdiki, bu masala juda ko'p nuanslarga ega va har bir vaziyat individual yondashuvni talab qiladi. Asras amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerak? Bu yangi qoidalarni hisobga olgan holda har bir nafaqaxo'r o'z moliyaviy barqarorligini ta'minlash uchun qanday amaliy qadamlarni amalga oshirishi kerak? Mana sizga aniq ko'rsatmalar. Minqadam bandlik holatingizni aniqlashtiring. Siz rasman ishlayapsizmi? Ish beruvchingiz siz uchun barcha soliq va ijtimoiy ajratmalarni amalga oshiryaptimi? Mehnat daftarchangizda yoki elektron mehnat shartnomalari tizimida ishga kirganingiz qayd etilganmi? Agar o'zingizni o'zi band qilgan bo'lsangiz, bu holat qonuniy rasmiylashtirilganmi? Bularni aniq bilishingiz kerak. Agar siz norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, rasmiylashtirish yoki ishlash tartibini o'zgartirish haqida o'ylab ko'rishingiz mumkin. Ilk qadam mahalliy pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Eshitgan gap so'zlarga emas, balki rasmiy ma'lumotlarga tayaning. Eng ishonchli manba bu pensiya jamg'armasining hududiy bo'limidir. Shaxsan borib yoki ishonch telefonlari orqali murojaat qiling. Asli nimalarni so'rashingiz kerak? Mening holatimda pensiya indeksatsiyasi qanday amalga oshiriladi? Men ishlayotgan nafaqaxo'r sifatida qaysi toifaga kiraman? Agar men ish faoliyatimni davom ettirsam, pensiyam qanday o'zgaradi? Har qanday murojaatingiz uchun arizalar yoki boshqa hujjatlarni to'ldirish kerak bo'lsa, ularni so'rang va to'g'ri to'ldiring. Pensiya jamg'armasi mutaxassislari sizning holatingizni ko'rib chiqib, aniq ma'lumot berishlari shart. 3 qadam. Potensial yo'qotishlar yoki yutuqlarni hisoblang. Agar siz ishni davom ettirsangiz, indeksatsiyalanmagan pensiya va ish haqingizning umumiy miqdori qancha bo'ladi? Agar ishdan ketsangiz, faqat indeksatsiyalangan pensiya miqdori qancha bo'ladi? Bu ikki variantni solishtiring va qaysi biri siz uchun moliyaviy jihatdan foydaliroq ekanligini aniqlang. Masalan, agar sizning maoshingiz pensiya indeksatsiyasidan keladigan qo'shimcha daromaddan ancha past bo'lsa, ishdan ketish va to'liq indeksatsiyalangan pensiyani olish maqsadga muvofiq bo'lishi mumkin. Aksincha, agar maosh ancha yuqori bo'lsa, indeksatsiya mahrum bo'lishga qaramay, ishlashda davom etish foydaliroq bo'ladi. Ko'r qadam. Variantlaringizni ko'rib chiqing. Ishni davom ettirish. Agar sizning ishdan oladigan daromadingiz pensiya indeksatsiyasining yo'qolishini qoplashga yetarli bo'lsa yoki siz uchun ishning o'zi muhim bo'lsa, masalan, ijtimoiy faoliyat, o'zingizni kerakli his qilishingiz, u holda ishlashni davom ettirishingiz mumkin. Ishni to'xtatish. Agar indeksatsiyalanmagan pensiya sizning xarid qobiliyatingizni jiddiy ravishda pasaytirsa va ishdan oladigan daromadingiz unchalik katta bo'lmasa, ishdan ketish va indeksatsiyalangan pensiyani to'liq olish haqida o'ylab ko'ring. Norasmiy yoki part-time ish topish.
Ba'zi hollarda agar bu qonun doirasidan tashqariga chiqmasa, rasmiy bandlikdan tashqari norasmiy masalan. Shartnomasiz xususiy dars berish yoki juda kam soatli ish izlash variantini ko'rib chiqishingiz mumkin. Ammo bu yerda ham ehtiyot bo'lish kerak. Chunki davlat norasmiy bandlikka qarshi kurashni kuchaytirmoqda va kelajakda bu sizga muammo tug'dirishi mumkin. Asbaqadam. Har bir qadamni hujjatlashtiring. Pensiya jamg'armasi bilan bo'lgan yozishmalaringiz, topshirgan arizalaringiz va ulardan olgan rasmiy javoblaringizning nusxalarini saqlab qo'ying. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tushunmovchiliklar yoki nizolarni hal qilishda sizning dalilingiz bo'ladi. Hujjatlar har doim qonuniy kuchga ega. Alqadam. Huquqiy maslahat oling agar kerak bo'lsa. Agar sizning huquqlaringiz buzilayotganiga ishonsangiz yoki vaziyat juda murakkab bo'lsa, professional yurist yoki huquqshunosga murojaat qiling. Ular sizga individual maslahat berib, qonuniy himoya yo'llarini ko'rsatishi mumkin. Asosiy 7 qadam. Ma'lumotlardan xabardor bo'lib turing. Moliya vazirligi, pensiya jamg'armasi va boshqa tegishli davlat idoralarining rasmiy yangiliklarini doimiy ravishda kuzatib boring. Ommaviy axborot vositalarida, ishonchli manbalarda beriladigan xabarlarga e'tibor qarating. Yangi qonunlar, qarorlar va ularga kiritiladigan o'zgartirishlardan xabardor bo'lish sizni har doim himoyalashga yordam beradi. Astirish. Xulosa va yakuniy chorlov qadrli tomoshabinlar, bugun biz pensionerlarga oid yangi qoidalarni, xususan ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun pensiya indeksatsiyasi masalasini chuqur tahlil qildik. Tushunishingiz kerakki, bu to'g'ridan-to'g'ri taqiq emas, balki shart-sharoitlarning o'zgarishidir. Ammo bu o'zgarish ko'plab nafaqaxo'rlar uchun moliyaviy ahvolga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Eng muhimi xabardor bo'lish, harakat qilish va o'z huquqlaringizni bilish. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun foydali va amaliy ma'lumotlarga boy bo'ldi. Siz bu o'zgarishlar haqida nima deb o'ylaysiz? Bu qoidalar adolatli deb hisoblaysizmi? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Har bir fikr biz uchun muhim. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz har doim sizni eng muhim va foydali ma'lumotlar bilan xabardor qilishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.